o'sha paytdagi amalidan, mansabidan foydalanib erni qamatgan, tuhmatlar bo'lgan. Erim zulm qiladi, ichkilikka ruju qo'ygan degan gaplar bo'lgan. Sud zalida oxirgi gapiz bormi? Kesilganlar, hukm o'qilgan. Oxirgi gapingizni gapiring deganlarida gapirgan ekanlarki, meni oxirgi gapim, men xotinimga zulm qilganim yo'q, yomonlik qilganim yo'q. Erkakman, o'zimni haqqim, o'zimni hurmatim, g'ururim toptalganligi uchun, o'zimni haqqimni talab qilganligim uchun tuhmat bilan bugun qamalyapman. Lekin sizlar guvoh bo'linglar. Shu ayol bilan qancha umr kechirgan bo'lsam, tun hamroh, kun hamroh bo'lgan bo'lsam, o'tkazgan hayotimdan, shu ayol bilan o'tgan kuni tunlardan men rozi emasman. Meni qandoq xor qilgan bo'lsa, Xudo xor qilsin deb yig'lab chiqib ketgan ekanlar. Oradan 1 yil o'tgandan keyin turmada o'lgan. Bu isnodni ko'tara olmagan yer. O'ligini xotini uyiga olib keltirmagan, qarindoshlar xonadonidan olib borib ko'mgan. La'nat o'qimagan odam qolmagan bu ayolning haqqiga. Oxiri amaldan ketgan, mansabdan ketgan, teylardagi xizmat mashinalari yo'q bo'lgan. Bolalar ulg'aygandan keyin teylardagi xizmat mashinalari yo'q bo'lgan. Bolalar ulg'aygandan keyin otasini qanaq qilib xor bo'lib o'lganligini eshitgan. Onadan yuz o'girib hammasi chet mamlakatlarga jo'nab ketgan. Oxirida bitta o'zi qolib, o'ligini birov bilgan emas, iyagini bog'laydigan odam bo'lmagan, bir tomchi suv tomizadigan odam bo'lmagan. Shunaqa tarixi bu ayolni deb gapirgandan keyin endi Xudo oson qilsin, o'sha erni duosi ijobat bo'ldi. Erni xo'rlagan xo'rligiga uchraydi. Ayolni xo'rlagan ayol xo'rligiga uchraydi. Mazlumni duosiga to'siq yo'q, qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q. O'sha er qarg'ab duo qildi o'sha yerda. Ayolning haqqiga duoibat qilgan. Rozi emasman dedi. Ana endi Xudo ko'rsatdi bu 3 kuni. Lekin Rasulullohdan hadis bor. Qaysi bir ayol Allohning haqqini ado etsa, Rasululloh Xadicha onamizdan judo bo'lganlarida duo qilgan ekanlar. Ey birodarlar, men bugun Xadichadan judo bo'ldim. Odamlar kufr keltirganda iymon keltirgan Xadicha edi. Yiqilganimda suyab turg'izgan Xadicha edi. Boshimga vatan, ustimga libos bo'lgan Xadicha edi. Men Xadichadan judo bo'ldim. Parvardigor o'zing shohidsan. Xadichadan men roziman. Sanam bu bandangdan